Assalomu alaykum. Yilni yaxshi boshlab oldlaring deb o'ylayman. Bu videoyim quyosh elektr stansiyasi va teplovoy nasoslar olib keluvchi, o'rnatuvchi, sotuvchilar uchun juda muhim. Men sizlarga hozir bir saytni ko'rsataman. Bu saytdan registratsiyadan o'tib, uskunalarni tanlab, agarda bu saytda o'sha uskunalar bo'lmasa qo'shib, siz o'zingizni profilingizni to'ldirib borsangiz, bu sizni kelajakdagi katta loyihalarda ishtirok etishingiz, hattoki xalqaro loyihalarda ishtirok etishingizga ham ancha ko'makchi bo'ladi. Chunki bu banklar bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlash imkoniyatini beradi. Ya'ni banklar sizni tekinga reklama qiladi. Asosan hozirda bilasizlar, quyosh energetikasini, ya'ni qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish uchun chet el sarmoyalari kiritilib, ular orqali kam foizli kreditlar yoki bo'lmasam subsidiyalar ajratilyapti. Bu subsidiyalarni ajratadigan banklar o'zi hamkor bo'lgan tashkilotlarga, ya'ni o'ziga donorlik qilayotgan tashkilotlar qo'ygan saytdagi ishlab chiqaruvchi, olib keluvchi, o'rnatuvchi, sotuvchilarga berishga harakat qiladi va bu orqali sizni xizmatingizni, mahsulotlaringizni, firmangizni olg'a suradi. Banklarga respublikamizdagi eng katta banklar hammasi kiradi deyarli. Hamkor bank, Aziya Alyans, Kapital bank, shunga o'xshagan sanoat qurilish banki, shular hammasi kiradi. Hozir men sizlarga bu saytni ko'rsataman. Saytni o'ziga selektor deb yozsangiz, mana Green Technology Selector degan chiqadi. Bu yerga kirasiz. Kirsangiz mana uskunalar mana hammasi yozilgan. Bu yerda kat yo'ldan tortib meditsinskiy uskunalar, transport, energetika, kogeneratsiya, mana quyosh elektr stansiyalari uchun mana. Bu fotoelektrичество, akkumulyatorlarni qo'ysangiz bo'ladi mana. Gazovoy turbinalar hammasini qo'shib borsa bo'ladi. Mana saytda o'zini ko'rib olsalaring bo'ladi. Bu yerda registratsiya qilish bo'lsa, mana ruscha, o'zbekcha qilish mumkin imkon bor hammasi. Поставщик deganga kirasiz. Masalan, mana login, agarda bo'lmasangiz, mana registratsiyaga kirasiz. Nima uchun registratsiya qilishim kerak degan joyga ham ko'rib o'qib chiqishingiz mumkin. Mana bu yerda yozilgan. Hammasi yozib chiqilgan. Asosiysi shu yerda registratsiya qilish ham juda qiyin emas, oson. Mana birma-bir ko'rsatib ketilgan yo'llari. Ism, familiya, INN, shahar, pochtaviy indeks, firmaning nomi, hammasi kiritiladi. Bilan siz tekin reklamaga ega bo'lasiz va bu orqali xalqaro proyektlarda ham ishtirok etishga juda imkoniyatingiz ortadi. O'zbekiston ichida ham banklar endi hamma ham to'g'ridan-to'g'ri qo'yib yubora olmaydi, ishlab chiqarish korxonalari boshqa. Cheles bank orqali esa ko'pchilik hozirda ishlab kelmoqda va bu sizga keng imkoniyatlar yo'lini ochadi. Shuning uchun ushbu saytdan registratsiyadan o'tib o'z mahsulotlaringizni qo'shsangiz o'zingiz uchun foydali bo'ladi. Agarda shu qo'shishda muammo bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilsalaring yordam beramiz.